kelin bo'lmay o'l, uyimdan topil. Dada nima qilyapsiz uyaltirib? Yep, ona inemgir. Sen ham xotinlarni shuni qilyapsanmi? Mana shu uyga ayollar keldi, ikkovimiz ham xotin qo'liga aylanib qoldik. Lochinim nima bo'lyapti? Enangga eri bo'lyapti, tushundingmi? Erga tegdikmi, biz uylandikmi o'g'lim? Ikkoving ham tezda ishton ko'ylaklarni yig'ishtirda, onangniki yo'qolish. Dada, Men o'zimga 85-yil qirchillamasini senga 2009 onasi o'ppagandan beraman. Makkaga uyga kirgin. Umrim. Aşkım paşkım emas. Rohatim, bolalarda oldi aktyor chiqib yolg'ondan baqir-chaqir qilib qo'yapman, tarbiyalash kerak-ku. Senga gap qaytarib baqirgandan keyin tilim tellayapti, rohatim. Meni kechir, sevgilim. Shu yumshoqqina barbeki burgerga boshqorong'i bo'lganmanda, yonida issiqqina choying bo'lsa-da, farosati bo'lsa-da, keliningga taq qaytib choy damlab kelsa-da. Choy ichmoqchimisiz? Turib o'zingiz damlab oling. bo'ldi-da endi. Dadam o'zi kecha to'g'ri aytgan ekan. Biz dada borgan sari kundan kunga xotin qulib ketyapmiz. Seni tilingni uzib, onangga yobor tashlab kelaman. Dadajonim o'zimda. Dadam. Shahnoz. Bo'ldi, yig'lamagan endi. Dadamlarning oldida aktyorlik qilib, rol o'ynab qo'ydim, bilasanmi? Bu uyda faqat men uchun birinchi o'rinda sensan. O, onasini ensini. Молодец, aktyor. Ota-onadan ham birinchi o'rinda xotin turadimi? Qozonda eritib ko'zingga surtib yubor, o'g'lim bo'lmasa. Mehtum chakir chukur. Ayol kishini big'illab tarbiya qiladi. Erni ko'rganda bu qolish kerak, tushundingmi? Mana qara. Lochimmas yetagansan. Rohatim, meni kechir, aktyor chiqib qo'ydim-da. Kechir qolgin. Sensiz menga dunyo noch ketmagin, rohatim. Meni tashlab ketma, yolg'izlik yomon, rohatim. Qora tirak kelim, rohatim.